بسم الله الرحمن الرحيم. نهايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Kişilerge onların amellerden hesap ilindiğin vakit, yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ular gafletlidir. Kıyamet doğruluk oylanıştan yüz örmektedir. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Ularga Parvardigor tarafından Qur'onda yangi vaz nasihat nozil bo'lsa, ular uningga masxir qilgan holda quloq selishidi. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kofirlar o'zaro bu, ya'ni Muhammad alayhisalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib uni qabul qilamsizlar deb yoshirin so'zlashidi. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim osmon va zaminda aytilgan so'zlarni bilib turg'uchidir. Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qalmasdan, balki u Muhammadning qalaymaqan tushlaridir. Balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir. Balki u shoirdir. İlgiriki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiz keltirsin deyishdi. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Ulardan ilgiri biz Allah qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysi iymon etmagan tursa, mo'jizlarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ey Muhammed, senden ilgiri periştlerini emas, fakat insanlarınla peygamber kılıp evettik. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan, ya'ni Tavrat, İncillarni biladiganlardan so'ranglar. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoladigan bo'lg'ini yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Ondan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xolganlarni qutqizdik. Kufrda va gumrohlikda haddidan oshquchilarni halok qildik. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Sizlarning şan sharpinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. فلما أحسوا بأسنا
فإذا هم منها يركضون. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda kuchtumtut qochidi. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, boyashat turmushinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'rilishi mumkin." قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Ular: "Voy isit, haqiqatan biz zolim bo'libdik" deyishdi. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Ularni o'rilgan ziraatdek aloq qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yo'qirqi faryodini takrorlab turdi. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Agar biz ish pishqi qilmoqchi bo'lsak, qishimizga narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan bunda qilishni iroda qilmadik. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qitadi. Botil nagahan yo'qiladi. Ey kuffarlar jamoasi, Allohning bolasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Osmonlardaki va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va yeribmi qolmaydi. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ular kecha kunduz tasbih aytidi, bo'shashmaydi. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Ular, ya'ni mushriklar zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni tirildir alamdi. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buzilatdi. Arishning parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalardan pokdir. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirkilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni uqmaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا
إله إلا أنا فاعبدون. Ey Muhammed, senden ilgiri avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa ish ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Ular, ya'ni mushriklar Allohning farishtalaridan bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Allah buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petin olmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning ayvisdan titrab turdi. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kafirlar bilmemdi ki osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonamdi. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Yer tevrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdadir. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Allah keçini ve gündüzni, kunni ve ayni yarattı. Ularning har biri o'zi xos falakda sayr qiladi. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Ey Muhammed, senden ilgiri insanlardan hiç kişini mengü yaşatqınımız yok. Sen ölsen ular mengü yaşamdı. Bundaq buluş hergizmi ularga müyesser bolmaydı. Ularning hammasi ölüdü. Kullu nefsin zâiqatul mevt. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Her bir can ölümnün təmin tetiguchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Kafirlar seni görgen çağda sizlerinin mabudlarınlarını ayıplaydıgan adam muşumu deyişip seni meskeri kılışıdı. Halbuki ular merhametlik Allah tarafından nazil bo'lgan Qur'onni inkor qilishdi. Xuliqal insanu min ajal
سأريكم آياتي فلا تستعجلون. İnsan aldıranğı yaratılgan. Sizlerge alametlerimni, yani bana asilik kılganlarını cazalaydıganlıkımni görüstümen. Onun vakti saatidin burun beni aldırtıp ketmenler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular, sözünlerde rastçıl bolsanlar, bu vədə, yani bizge kılıngan azapның yüz berdiğin vakti kaçan deyişidu. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Agar kafirlar o çağda yüzlerden, dümbellerden azapni dəb'i qılalmaydıqanlıqlarını və heç qandaq yardımga erişəlməydiqanlıqlarını bilsə idi, azapның baldır yüz berişini tələb qılmaydı. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keladi da, ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatmaydi. Ularga tavba qilib va uzr bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Senden ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxir qilindi. Ularni masxir qilguvchilarga masxir qilganlikning jazosi bo'lgan azob nozil bo'ldi. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Ey Muhammed, masxir qilguvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Balki ular Parvardigorining kalomidan yuz o'rguchilardir. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zlarini qo'g'dashga qodir bo'la olmaydi. Bizning yordamimizga erishalmaydi. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Bularni, yani müşriklarni ve onların ecdatlarını Dünyanın mal mülküden bəhrəman qıldıq. Hatta şu nimet içinde ularının ömrü uzun boldu. Ularının zəmininin ətrafını Müslümanlarga egalletiş bilen qadam taraytıp berivatqanlığımızı ular bilmemdi. Ahval muşundaq iken ular galip hesaplanamdı, mağlup hesaplanamdı. Qul innama أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Ey Muhammed, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Goslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashliklarning qattiqligidan xuddi gosga o'xshash da'vatni anglamaysizlar va nasihatni qabul qilmaysizlar. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Agar ularga Parvardigoringdan ozg'ina azob yetsila, ular cho'qim, voy esit. Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qildik deydi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kıyamet günü biz əməllər tartıldıqan adalet tarasını orintimiz.
hech odamga qilcha uvol qilinmaydi, ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kemaytirib etilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qicha chog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uvchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Taqvodorlar Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqudi. Hamda ular qiyomatning dahshatidan titirguchilardir. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Ey arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursimu, sizlar uni inkor qilamsizlar? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Musa Harunlardan burun biz İbrahimga haqiqatan dünya ve ahirette yaxşılık yollarını ko'rsatib berdigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarlikning ahli ekanligini bilatdik. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Öz vaqtida İbrahim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mansitmay, otasiga va qavmiga sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinsizlar dedi. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Ular ota-bovlarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ota-bovlarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين İbrahim, sizlermi, ata-bovanglarmi foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliklaringiz uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikda sizlar dedi. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين Ular sen rasta atamsan yoki chaqchaq qilayotamsan dedi. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين İbrahim etti. Undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Menmi uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chekib etishning amalini qilaman. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ İbrahim butlarni çekip parça-parça qilibatdi. Ularning qaytib kelib, butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Ular bayramidan qaytib kelib, butlarning chaqib o'tilganligini ko'rib, butlarimizni munda qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم Ularning ba'zisi İbrahim otliq bir yigitning ularni ayiblaganligini anglagan edik, ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون Ular, ya'ni Namrud
va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar. İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin dedi. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi? dedi. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. İbrahim, yo'q, balki ularning buni cho'ngi shunda qildi. Agar ular so'zlayalsa, kimning chaqqonligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar, dedi. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ular bir-birini ayıplab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar, dedi. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, bularning gap qila olmaydiganligini sen obdan bilasan-ku, dedi. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. İbrahim etti. Sizlar Allah'ını qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar. Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun. Sizlarga va Allohni qo'yib sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi. Sizlar tushunmamsizlar? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ular aytdi: İbrahimni ko'ydiringlar. İlahlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Biz o'tqa, ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin dedik. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchi qildik. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Biz İbrahim bilan Lutni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barkatlik qilgan zaminga ko'chirdik. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Biz onunğa, yani İbrahim'e İshaqni berdik. O Parvardigordan so'rmasimi, Yaqubni o'shiq berdik. Yani Yaqub alayhissalomni navri qilib, yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Lutqa payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim alayhissalomga iymon etgan, agashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi badchivozlik
qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular to'limi pos qavm edi. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Biz uni rahmetimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Parvardigorim, yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymag'in deb badduo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'pon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhning qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzayotganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shohid edik. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Qandaq hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Tasbih etishga musaxxar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barkatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilguchimiz. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga unchi marjon, go'harlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, igi saroylarni silishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Parvardigoriga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan baloni ko'tarib Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qilguvchilarga ibrat qilganligimiz uchun, uningga oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir asli ko'p bola, bir asli ko'p mol berdik.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. İsmail, İdris ve Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi savrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi va gunohlar oldida o'zlarini tutib oladi. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Ularni rahmetimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus'ның qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahardan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qornida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim deb nido qildi. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Onun duasını icabet kıldık. Onu beliq yutkan çağdaki gamdan xalas kıldık. Şuningdek müminlerini eğirçiliklardan xalas tapqızımız. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Zekeriya'nın qissini bayon qilgan. Öz vaqtida u: "Ey Parvardigorim, meni balasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasan. Sen eng yaxshi varistursan. Ya'ni hamma odam o'ladi, senli boqiy qolasan" deb nido qildi. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Biz onun duasını icabet kıldık. Onunğa Yahya'nı ata kıldık. Onunğa xotinini özgertip berdik. Yani tuğduğan kılıp berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina وجعلناها وبنها آية للعالمين. Nomusni saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga, ya'ni kiyimining ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Puvlangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga amildor bo'ldi. Uni va o'g'ilni, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ey insanlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Manga ibodat qilinglar. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Kimki mo'min bo'lib yaxshi amallarni qiladi ekan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nomu amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Biz halok qilgan shahar aholisining
dunyoga qaytishi mumkin emas. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj Ma'juj to'smisi ichitilganda ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Rast va'da, yani qiyomatning vaqti yaqinlashdi. O kunda kafirlarning ko'zlari chakchiyib qoladi. Ular voy esit, buningdan biz g'aflatda qilibdik. Balki biz o'zimizga zulm qildik deyshidi. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'u bo'lisizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'lardinglar. Ibodat qilguvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Ular do'zaxda hamisha faryod chekidi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Biz bir tarafdan berilgan baxt saodatga tegishlik bo'lganlar, ya'ni toat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar do'zaxdan yiroq qilinadi. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Ular do'zaxning shapisidan anglamaydi. Ko'ngli tortgan nozu ne'matlar ichida mangu qoladi. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Çoğun korkunç, yani kıyametinin dehşeti ularını kaygıya salmaydı. Periştler Allah sizlerge va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. O kunda osmonni putukchi narsa yezilgan qog'ozni yo'ygandek yo'ygaymiz. Mahluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Bu Qur'onda Allohga ibodat qilguvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ey Muhammad, seni biz bütün ahli jahon uchun faqat rahmat qilibla avatdik. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Ey Muhammed, müşriklarga
manga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Sizlar bo'ysunamsizlar degin. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Agar ular islomdan yuz o'rsa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilgan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. Allah haqiqatan oshkor so'znimi, sizlarning yoshirganlaringlarni bilib turdi. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Bilmasmanki, u, ya'ni sizlarga beriladigan jazoning kechikishi sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim, mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargan. Bizning Parvardigorimiz marhamatlik Allohdir. Sizlarning bo'xton so'zlaringizga qarshi Allohdan yordam tilayman.